Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Qalay, yaxshimisiz? Qalaysan? Aka, anaqa Gollivud kinolarda o'g'rilar qora maska kiyadi-ku, shunaqa bormi? Bor. Bu qancha turadi? 5000 so'm. Bering bitta. Mana, razmermi? Kiyib ko'ring. Bo'pti. Mana, hop, kelib turing. Qo'ling ko'tar, qasinaqa. Oz hamma pullarimni beraman. Hozir. Ey, menga puling kerak emas. Menga nalogdan beradigan chekchani ber, cashback beradi-ku, o'shani ber. Chek? Ha. Hop, hozir. Mana aka. Tillochalarim mana. Ana 1800 so'm ishlab oldim. Zo'r, cashback. Shuni o'rniga pul bersam bo'lmaydimi? Nima deyapsan? Meni bu narsalarni pul uchun qilyapti deb o'ylayapsan. Men 1000 so'm topsam ham halollab topay deyman. Kuniz o'g'im 1000 so'm olgandan ko'ra ko'proq pul bermoqchi edim aka. Ey, kam xuret, hamisha xuret degan ota bobolarimiz. Sana ota bobong yo'qmi deyman? Bunday o'rganadi madaniyatni. Ma'rifat qolmayapti sizlarda.